Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, charchamasizlarmi, yaxshimisizlar? Hurmatli o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar, mana bu yangi obyektimizni chiroyli qilib obzor olishga harakat qildik. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sizlar uchun harakatlarni qilib qo'ydik. Videolarni chiroyli qilib tayyorlab qo'ydik. Videolarni bir ko'ringlar va o'zingizlarning izohlaringni kommentariyada fikrlaringni bildirsizlar degan umidamiz. Biz halol mehnat qilib ishlab video joylayotgan ekanmiz. Demak, videoni ko'rgandan so'ngra sizlarga yo'sa albatta kanalimizga obuna bo'lib, like-ni bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlar uchun mana ko'rishingiz mumkin videoni obzorini tayyorlab qo'ydik. Bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApplarimiz bor, Telegramlarimiz ham bor, YouTube kanallarimiz va Instagram kanallarimiz ham mavjud. Sizlarning ichingizda qanday deb qiziqishlar mumkin? Bizning universal deganda bilasizlar, qurilishni noldan boshlab toki bitadigan holatgacha keltiriladi. Ha, o'rtoqlar, like-ni ham bosishni unutmanglar. Bosamiz, ketdik. Qancha joyda ishlagan bo'lsak, bironta joyda Xudoga shukr, do'stingizning ishlarimizga bironta ta'min bo'lmagan, bironta joyda ham tushmagan. O'rtoqlar, sizlarni xalos yaxshi bo'laman. Sizlarning so'rashingiz mumkin, necha kishi bo'lib ishlaysizlar? Biz 3 kishilik jamoamiz bilan ishlaymiz. Bitiraveramiz akalar, noldan qurilmagan uylarni fundament poddushkasidan boshlab bitiraveramiz. Qarang o'rtoqlar, chiroyli qilib elektrik deysizlarmi, montaj deysizlarmi, hamma narsani qilib yashaydigan holatga keltiraveramiz inshaalloh. Shunday kirib, shunday mebellarningizni olib kirib yashaysizlar bo'ldi. Yashayversanglar bo'ldi. O'rtoqlar, ko'rib turganingizdek mana shu videolarimiz qancha ko'p like yig'sa, bizlarga ham sizlarga ham shuncha ko'p yaxshi bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yangi videolarni chiqaramiz, xudo xolasa sizlar uchun.